Hammaga salom do'stlar. Sayfiy Buxara kanaliga yana sizlar bilan anchadan beri obzor qilganim yo'q. Mini razvodiyani bugun harakat qilaman. Hamma narsani ko'rsatishga. Marhamat, tomosha qilinglar. Aziz do'stlar, mana birinchi akvariumimiz. Bu yerda akvariumda tagidagi o'sha shag'illarni olib tashladim. Rastlinlarni esa mana bunaqa garshokchalarga o'rnatdim. Endi doim shunday bo'ladi, chunki men o'sha mana bu valiferani qarang. Sametsini juda aktiv ishlab samkaman. Bu yerda valifera qora nigra va bir ikkita Malinezia ham bor. Malineziyalarni nimasi yo'q, sametsi yo'q. Shunchaki samkalar. Valifera nigra, valifera bitta nar, qo'ldan mo'rdamasi. Ko'p nima shu olib tashladim, chunki farsh bilan boqishni nima qildim, bu yo'g'iga davom etdim. Shuning uchun menga taydagi shag'al kerak bo'lmaydi. Mana bu akvarium hozircha shunday turibdi. Bu yerda oranj va valiferalar bor. Rastlinlarni mana oldim, sekin-sekin garshokchalarga olib o'tiribman. Bu yerdan ham shag'allardan qutulaman to'liq. Chunki tozalash men uchun sal og'irlik qilyapti va vaqtim yo'q, to'g'risi ulgurmay o'tiribman. Oranj valifera berdim, bitta samet, qolganlari samka. Bulardan ham nima olganim yo'q, nasl olganim yo'q. Rejalarimda bor lekin. Do'stlar, mana bu akvarium. Bu yerda valifera diki bilan valifera dalma jinslar bor. Ulitkalar nimalar qilishyapti menimcha. Mana bu valiferaga e'tibor beringlar. Bu diki bilan oranjni aralashgan nimasi rangi juda ham yoqadi. Bu rangdan hali internetda ham uncha ko'rganim yo'q. Rangini qarab e'tibor beringlar. Bu yerda neonlarim ham bor. Neonlar bilan ham nasib bo'lsa ishlash niyati bor menda. Hali tayyor emas lekin neonlar. Mana do'stlar, shu aytgan narsani uchun bu sametsdan uch bola olib ko'rdim. Zo'r o'sha akvariumda bor ko'rsataman. Pastdagi akvariumda bo'sh suvini yangi qilyapman, yangi qildim. Hozircha biologiya ishlash uchun shuni turibdi. Bu yerda snijinkalarni qo'yirish planlarimda bor, rejalarimda bor. Bu yerda esa Coridorus Julia bilan Coridorus pandalar bor. Hozircha bular birga, chunki pandalarda samet ko'p, samka kam. Julia'da teskarisi. Shuning uchun hozircha shunday. Bularga yana yetarlicha Julia panda sotib olaman-da, keyin ularni alohida qilish niyatlarim bor. Shunaqa gaplar. Ikra oldingiz do'stlar. Bir ikkitasi ochildi ham. Endi sekin-sekin ko'ramiz do'stlar. Mana bu keyingi stivaj bu yerda mana bu guppilar bor edi. Men oldi guppilarni sotib oldim. O'rtadagi akvariumdan suvni endi tozalashim kerak. Pastdagi universitetda mana bu diki jimchujini bor. Valifera qari. Bulardan yangi avlodni kutib qolamiz. Tagiga setka qilganman, qo'yimchasiga moq ham tashlab qo'yganman. Ko'ramiz. Rejalarimiz, niyatlarimiz katta. Keyingi universitetda bu yerda oq snijinka samets va diki samkalarim bor. Bunisi esa qora balonchiklarim. Bunisi esa oranj balonchiklarim bor. Qora bilan aralashgan o'zini. No rejada bulardan ham bora olishim kerak.
Hozircha havo sovuq. Kechgalarni maksimum yo'qmaganman. Shuning uchun ko'paymasa kerak deb o'ylayman. Bahorda kutamiz nasib bo'lsa. Hozircha shunchaki jon saqlab turibmiz. Endi bu akvariumni suvini tozalab, bu yerga termometrlar bilan damyolarni qo'yib yuboraman. Mana bu akvariumni tozaladim, suvini yangiladim. Bu yerda o'z malaklarni qo'yib yuborganman. Bu yerda balonchiklarni, malaklari, Valifera Snezhenkani malaklari, Gitni malaklari va Michnel Santa Clausni malaklari suzib yuribdi. Hozircha boqib katta qilish rejalashtiryapman, sotishmas. Keyinchalik ko'raman. Snezhenkalar aniq sotilmaydi. Michnellar sotilsa kerak, Gitlar bilan Michnellar sotiladi. Balonchiklar ham sotilmasa kerak, chunki o'zimda ham kam. Chunki keyingi stivajim qanchalarga pastda bitta konteynerda git bor. Bu akvarium pustoy, bunisida ikrallar bor edi, pustoy bu ham. Bu nestaliklar pustoy. Bular ham hammasi bo'sh pustoy turibdi. Ko'paytirmayapman berdi, chunki o'zi qish, elektr energiya bilasizlar, qimmat. Pastdagi gitni, tepadagi stansiya turibdi. Biz ko'rsataman do'stlar. Mana bir konteynerlarda gitlar. Ikkitasiga o'zimni ko'paytirgan zo'tlarim qora rangdagi monarxim, chorni monarxim emas bu yoki chorni prinsan emas bu, o'zimni yangi liniyam. Ko'paytirib bolalarni olgandan keyin nasib bo'lsa keyin bir obzorni qilamiz bu liniyani. Hozircha shunchaki ko'rsatib o'taman. Mana bunaqa savatchalar qilganman. Savatchalarning tagida bolalari suzib yuribdi. Tug'ilgan payt pastga tushadi yoki yon tomondan chiqib ketadi. Ragali simlarim ko'p. Mana bu yerdan mana savatchaning tagida suzib yuribdi malaklar. Ko'rishlaringiz mumkin bemalol. Hop. Mana bu ham o'zimni chiqargan zotim. Pandaga yaqinroq, lekin adashmasam pandadan farq qiladi, chunki pandani samkalari bunaqa emas. Bu samkalarni rangi sariqroq. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Samka rangi sariq, usti qora. Bundan chiroyli samkalar. Oddiy sariq emas. Samitslar mana qaranglar. Bosh qora, qanotchalari qora, dumi qora, badani esa sariqroq. Mana bu samka mana do'stlar. Rangini ko'rishingiz mumkin, sariq rangda. Ko'ramiz ishlashidan keyin. Bu esa привозной zot, toza qon. Mozaika damba deydilar buni ko'pincha. Adashmasam shunday. Mana chiroyli zot, toza zot, ishlangan zot bu. Ulardan ham bola oldik. Ko'rinmas kam, lekin hozircha bu keyingi konteynerda bizni o'zi Tuxedo bilan qo'ya birgalikda. Bu rejada buni ham alohida qilish bor. Hozircha birgalikda ko'ramiz qanday davom etadi. Hozircha ko'payish arafasida. Bu ham savatchada mana ko'rishingiz mumkin. Bemalol bolalari pastda suzib yuradi. Bular amsitruslar, oddiy emas, valvoy, dumlari uzun ko'rishingiz mumkin. Mana Yunon sitrusi o'qadi. Обязательно albatta Koreyaga olishi shart. Chunki bular Koreyani juda yaxshi ko'radi. Mana sariq ansitruslar bor, red, oddiy sariq emas. Bular ham oddiy emas, valvoy. Talab svet yerga yorug'ligi yo'q. Ko'chirib qo'yganman.
yerda yana Sevilya ham bor. 4 dona. Mana bilamiz Koreyaga da yetishibdi. Koreyani juda ham tozalab bergan do'stlar. Mana bu startovoy живой kormlarim nematoda. Ko'rishingiz mumkin, konteynerdan mana gullab ketgan. Nematoda bilan startovoy boqaman birinchi haftasiga. Keyin уже Alloforus trubочник farshlar bor. Suxoy korm berish boshlayman sekin-sekin. Mana bu общий 200 litrlik akvarium. Bu yerda Michinos, Guppy, Ternetsa, Danio, Valifera, balonlar hammasi aralashib yuribdi. Sababi qish kunida hammasini bitta akvariumga qo'yib pechka qilib ekonom qilish rejalashtirganim. Shuning uchun shuni yozda bilan hammasi alohida bo'ladi. Sariq magneziylar o'zimda qoladi, sotilmaydi. Hop, snijinkalarning xuddi shunday. Ternetsalar ham, Daniolar ham sotilmaydi. Faqatgina bergan Guppy bilan Michinos sotiladi. Qolganlari o'zimni производим uchun kerak. Mana bu yerda yana bitta 90 litrlik akvarium bor, shuni joylashtiraman. Va bu yerda ham Valiferani sadotchikka savatchaga olamiz. Xuddiki Michinosni savatchaga olganimizda o'z qaysidaman svetni yoqishim kerak. Chunki avtomatik o'chirim degan o'chiriladi o'zi. Timer orqali mana yoqdim svetni. Mana Michinosni ham xuddi shunday savatga olganman. Savatchada tug'ilyapti bolalari. Mana Michinos samkaga qaranglar do'stlar. Yaqinda tug'ilishi kerak. Yangilikni keltiryapmiz. Mana do'stlar, samkalar sovuqroq suvda tug'ilsa agar molekulari ko'pincha manda shunday molekulari samkalari ko'p ekan. Agar issiq suvda tug'ilsa agar molekulari ko'psa samets bo'lar ekan. Men shu narsani o'zimda tekshirib ko'rdim do'stlar. Kimda qanaqa bir kommentariyada yozib qo'yasizlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda Guppyning molekulari magnesium valiferaning ham molekulari bor. Lekin mana o'z ko'rsataman sizlarga Michinos tug'ilgan Santa Claus mana bosh qizil. Mana kichkina juda yaqinda tug'ildi. Mana Michinos Santa Claus do'stlar. Mana bu belgisi ham qo'yib ketgan. Juda kichkina siz berishdi. Lekin mana shu akvarium juda dam olishga, relaksatsiya qilish uchun zo'r qulay. Bu yerda zo'r nimalar bor? Mana misol uchun vodorodli bor. Kimga kerak uni ham sotish mumkin. Привозной. Bu yerda bir ikkita o'zimga yoqadigan, juda yoqadigan nimalar bor. Misol uchun mana bu samka, dikki samka. Mana juda ham zotdor bo'lib chiqadi menimcha. Haqiqatan ham bu yoqadi. Hop, snijinkalar, platinoviy snijinkalar bor. Mana bu samets orange bilan dikkini aralashgani medni qanaqadir bir midoviy rang bo'lib chiqqan. Mana ishlashini qaranglar. Samkalarni qo'l joniga qo'ymay ishlatadi. Juda zo'r. Mana bu rangi juda baland bo'lgan magnezi. Menga juda yoqadi. To'q sariq rangda. Manda qarangan bor. Mana e'tibor beringlar, qorni oq, o'zi sariq, dumlari qizg'ish. Juda chiroyli rang. Ko'rishingiz mumkin. Yan valifera.
Guppilar bor, sotiladi guppilar. Mana bu yerda vualoviy dumlari uzun malinezlarim bor. Ko'rsataman sizlarga do'stlar. Mana. Dumi uzun juda ham, qanotlari uzun. Lira xvostidan ko'ra uzunroq. Lira xvostidan bor, undan ko'ra uzunroq. Lekin rangi sariq emas. Endi kelajakda sariq rangdagi shunaqa dumlari uzun ko'paytirishni ham rejalashtirganman. Mana vodorosli suvetlarni tozalayapti. Filtr juda ham mo'shni, shuning uchun kundalangiga qo'yganman akvariumga. Ham rastinaga zarar qilmasin, chunki rastinalarimiz ham bu yerda bor. Suvetlari, suv o'simliklari. Ham do'stlar, aytganimdek startoy kormlarim kimga kerak bo'lsa sotiladi. Nematoda Alloforuslarim, turbishinlarim bor. Kimga kerak sotaman konteyner bilan. Mana bu stilajda polni hammasi Alloforus bilan turbishni o'z ko'rsatmaslarga do'stlar. Ko'paytiraman, sotaman. Artemiyani o'z tayyorlayapman. Malaklarga berish uchun, guppilarga berish uchun. Guppilarim Artemiyani juda yoqtiradi do'stlar. Mana bu turbishning do'stlar 60 litrlik konteyner, katta konteyner. Mana hozir svetni yoqib sizlarga ko'rsataman do'stlar. Xullas olganda men 2 yil bo'ldi adashmasam, 1 yildan ortiq bo'ldi. Matildan qutulganimga matil bermayman baliqlarimga birontasiga. Chunki matil bozordan sotib olinadi. Ayrim payt mikrob bilan kelib baliqlarimni o'ldirgan payti bo'lgan, shunaqa holatlarim bo'lgan. Qimmat baliqlarim matildan o'lgan do'stlar. Bu esa живой trubishnik uniydi. Hech qanaqa mikroblari yo'q. Mikrobdan xoli. Men shunday deb o'ylayman, chunki agar mikrob bo'lganda baliqlarim kasal bo'lgan edi, bo'lardi. Mana koridorlarga tashadim. O'zi yeydilar. Va qorin to'q koridor hech qachon o'zini kirasini yemaydi. Agar qorin doim to'q bo'lsa. Mana o'zi общий akvariumdagi podrostlarga ham bitta trubishni maydalamasdan beraman, ko'rasizlar. Aslida maydalab berish kerak, chunki bu trubishlar juda ham katta. Mana ko'rsatmaslarga yaqindan ko'rishdi. Bitta trubishning uzunligi 6-7 santimetrgacha bo'ladi. Juda ham uzun. Bir dona shu trubishning qurtini yegan baliq kunda yuradi. Bu o'zimda isbotlangan. Mana hozir tashayman. Birinchidan bu filtrni o'chirishim kerak. O'chirdim filtrni. Va mana tashaymiz do'stlar. Bayram boshlandi. Mana do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Bular uchun eng zo'r ovqat, eng zo'r korm trubishnik. Lekin ayollar aytishadiki, trubishni yegan baliq boshqa ovqat yemaydi deb. Lekin bu xato fikr, chunki men trubishnikdan tashqari oddiy suxoy korm bilan ham boqaman. Eng arzoni bilan dafne bilan boqaman, suxoy dafne bilan, suxoy kormlar bilan boqaman. Artemiya bilan boqaman. O'zim maxsus tayyorlagan farchlarim bor. O'sha farchlar bilan boqaman. Agar kimga qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qo'yinglar. Farch bo'yicha alohida video qilishim mumkin, qanday tayyorlanishini. Qiyin emas. Lekin 1,5 yildan ortiq, yoki 2 yil bo'lgandir
martel bilan muzlatilgan martel bilan umuman boqmayman do'stlar. Turmushlik ancha ozuqadan ekonom qiladi, chunki baliqlar ko'p yeydi. Baliqqa martel so'qib beradigan o'g'aylar do'stlar bilishadi. Ana bu rastenglarim do'stlar. Rastengni ham hozircha sotilmaydi. Shunchaki ko'paytiryapman. Yozda, bahorda balkim sotilishi mumkin do'stlar. Mana bu kadrni qaranglar. Baliqlarni qo'rimchalariga e'tibor beringlar do'stlar. Hammasi to'ydi. Hatto trubishnikni gupi ham yeydi. Katta bo'lishiga qaramasdan men o'zim ko'rganman necha marta. Trubishnikni uzib olib yeydi. Xullas, bu yerda shunaqa bayram. Akvariumdagi hamma baliqlar shu burchakka kelib yig'ilgan. Shvedskiy stol bu yerda. Trubishni yegan baliqlar ichida sizlarga katta rahmat deydi, chunki menimcha bunaqa zo'r ovqat bo'lmasa kerak boshqa baliqlarga. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa bitta like, подписка Sayfish Buxara kanaliga va baliqchi do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Bu esa menga qo'shimcha kuch, quvvat, energiya beradi va yangi videolarni do'stlar mendan yana kutib qolinglar. Bundan da qiziq bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar. Xayr.